2 2 3 4. Sizni bir do'stingizni olagan ekanmiz, ukaxoningizni. Ha, qo'shnimiz, ha. Qo'shningizni olagan ekanmiz. Taxminan 3 yil bo'ldi odam deganiga. Shunaqa bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Demoqchiman, bo'yin grijezda o'sha qo'shningiz ham sizdaqa bo'yin u aka ham, Yusuf akada bo'yin grijasi bor edi. 3 yildan beri yaxshi yuradi. Bir kursda yaxshi bo'lgan. Kimda qanchalik o'zgarish bo'ladi, men ham qo'limdan kelganini qilaman. O'qib o'rganganimni qilaman, ish tajribamdan kelib chiqqanini qilaman. Men ham qo'limdan kelganini qilaman-da. Bo'yin grijasini ancha-munchasiga emas, davolab berish. Bir kursda yaxshi bo'lib ketgan. Bo'yin grijasi. Bemorimizda ham bo'yin sohasida 4 umurtqasida grijasi bor mana. Hozir eng bitta qiziq joyini aytib beraman men sizlarga. Bo'yin sohasini davolayapmiz. 21-yilga MRT bilan mana. MRTni yangila degan narsa bo'lmaydi bizda. Eng qizig'i shu yoqda bo'ladi. 2 2 3 4. Hozir agar tushadigan bo'lsa, MRTga yangilensam yana qo'shilgan millimetrlar kattalashgan bo'ladi. Ana shuning uchun maqsad davolash. MRTni biznesini to'lg'izish emas, planini. Nomeringizni ayting. 91lik 288 53 43. Aka, qisqaroq gaplashamiz. Qanday bildirdi asoratlari sizda, belgilari? Menda shu mana qo'limda shu sal sovuqni sezaman. 3 yil burun men 3 ta panjamni yutib, endi yaxshi o'tib ketdi u. Hozir sal sovuqda soqotadi mana chap qo'lim. Bildiradi. Qulog'im butyapti chap tomonim. Og'riqlar yo'q boshqa tomonlarda. Xo'p. Og'riqsiz bo'lyapti-da sizda. Og'riqsiz bo'lyapti, ha. Qulog'im butyapti. Avlenam ko'tarildi yaqinda bir 15 kun burun ko'tarilib ketdi. Qon bosimga ta'sir beradi, qo'llarimizga ta'sirini beradi va ko'krak qafasimizga beradi. Aka, endi umurtqangizni manual terapiya qilib ochamiz. Bugun birinchi kuni. Bir marta ochamiz. Ertadan 2 mahal yutamiz. Zo'r. Zo'r bo'ldi. Hozirga pastga qarab kushetga ekanligingizni tiqib yotamiz. Boshimiz sal ichkariroq. Qo'limizni orqaroq tashlaymiz. Jicha orqaroq kiramiz boshimiz, ha. Zo'r oldu. Malades. Zo'r bo'ldi. Qimillamay yotib turing. Yaxshi ochildi. Siz kasbingiz uzoq o'tiradigan ish qilmaganmisiz ilgari? Ha. Yo'q, ko'krakimda. O'tir oling. Sovuq bo'lib. Yaxshi chidadingiz-a? Yaxshi. Yaxshi. Endi Xudo xolasa shu holatda, shu tarzda davom etib ketaveramiz. Bugun birinchi kun bitta ochdik. Sababi kelishingiz bilan yumshatib, davolab olib keldik-da. Ertalabda yana boshlayveramiz. 2 mahal qilib. Olib xonangizga kiraverasiz, to'q. Chiqaverasiz, xo'p. Bo'yin umurtqasi singan, nima qilish kerak? Travmatolog ishimiz singan kasalliklarga, travmalarga qara olmaymiz. Assalomu alaykum. Hozir kirdim chatga. Manzil qayerda? Andijon viloyati Xo'jaobod tumani 45-gaypost 31-maktab. Xo'p, bo'yin kaltaklanganda eli sinmaydi, noto'g'ri harakatda ham sinib qoladi. Bo'yin umurtqasi juda nozik bo'ladi. Noto'g'ri yiqilganda yoki ezilganda ana shu holatlarda ham sinadi. Kaltaklaganda emas. Nomeringizni aytib oling. 91lik 288 53 43. Menga nomeringizni aytib yuboring. Manzil qayerda? Manzil ayting. Sizni qanday topamiz? Andijon viloyati Xo'jaobod tumani 45-gaypost 31-maktab bilan yonma-yonma. Chatga yangi kirdim deyapsiz-ku, aka. Obuna bo'lib oling. Mashqlar bor. Umurtqa pog'onani, bo'yin soha, ko'krak qafas, bel umurtqa alohida mashqlar joylab qo'yganman. Mashqlarni bajarib, kasallikni oldini olasiz. Obuna bo'lish tartibi tevada u 290 ta like turibdi, 290 ta like ustiga bosib turib, podpisaniyani yozib qo'ysangiz obuna bo'lasiz. Bu yerda bo'lsa 60 ta ekan. 60 ta like ustiga bosib turib, yangi kirganlar podpisaniyani yozib qo'yasiz.